Assalomu alaykum, sizlar bilan yana Top Uz kanali. Sayyoralar turkumidan bugun Quyosh tizimidagi ikkinchi sayyora Venera haqida bo'ladi. Quyosh atrofidagi orbitaning o'lchami 108.209.475 km. O'rtacha aylanish tezligi 126.074 km/soatiga. Ekvatorial moyillik 177.3 daraja. Ekvator radiusi 6051.8 km. Ekvatorial atrofi 38.024.6 km. Hajmi 928 milliard 415 million 345.893 kub kilometr. Og'irligi 4 septillion 867 sektillion 320 kvintillion. Zichlik 1 kub santimetr uchun 5243 gram. Yuzaki maydoni 460 million 234.317 kvadrat kilometr. Venera o'z o'qi atrofida Uranning aylanish yo'nalishiga o'xshash sharqdan g'arbga qarab aylanadi. Venera Quyosh tizimidagi eng issiq sayyora, Merkuriy esa ikkinchi eng issiq sayyora. Veneradagi harorat Selsiy bo'yicha 425 daraja. Bu esa qurg'oshinni eritish uchun yetarli. Venera Yerdan biroz kichikroq. Quyoshdan tushadigan yorug'lik Veneraga yetib borishi uchun deyarli 6 daqiqa vaqt kerak bo'ladi. Venera haqidagi qiziqarli fakt shundaki, u Quyosh tizimidagi barcha sayyoralarning eng aylana orbitasiga ega. Faqat 3 daraja X moyilligi cheklangan sababli Venerada fasllar yo'q. Venera Merkuriy singari quruqlikdagi sayyoradir. Venerada tog'lar, vodiylar va yuzlab vulqonlar mavjud. Aslida Venerada Quyosh tizimidagi boshqa sayyoralarga qaraganda ko'proq vulqonlar mavjud, biroq ularning aksariyati harakatsiz. Uning eng baland tog'i Maxwell Mountains, balandligi 808 km. Bu tog'ni Yerdagi Everest tog'iga qiyoslash mumkin. U ham bir xil balandlikda. Veneraning atmosferasi juda zich. Venera va Merkuriyda Oy yo'q. Aylanish tezligining pastligi tufayli Veneraning magnit maydoni Yernikiga qaraganda ancha zaif. Yer sayyorasidan tashqari Venera tungi osmonda eng yorqin obyektdir. Veneraning 40 dan ortiq kosmik kemalar o'rgangan. Venera Rimning sevgi va go'zallik ma'budasi ayol figurasi nomidan yagona sayyora nomi bilan atalgan. 1 yildan ko'proq kun. Venera Quyosh tizimidagi barcha sayyoralar orasida eng uzun kunga ega. Venera o'z o'qi atrofida Yerning 243 kunida aylanishi kerak. Bundan tashqari Venera Quyosh atrofida bir marta aylanishi uchun 225 kun Yer kuni ketadi. Venera Yerning singlisi deb ham ataladi. Ularning massasi va o'lchamlari o'xshashligi sababli. Sayyoramizning sekin aylanishi tufayli kecha-yu kunduz Venera haroratining o'zgarishi minimaldir. Venera yuzasida atmosfera bosimi Yerdagiga nisbatan 92 barobar yuqori. Sayyoradagi bu kuchli bosim hech qanday kosmik kemani o'z yuzasiga uzoq vaqt qolishiga imkon bermaydi. Agar yuzasiga qo'nsa 2 soatdan oshmasligi kerak. Sovet ittifoqi tomonidan yuborilgan Venera zondlari birinchi sun'iy kosmik kemadir. Tranzit Veneraning Yer yuzidagi kuzatuvchisi nuqtai nazardan Quyosh yuziga o'tish hodisasi juft bo'lib sodir bo'ladi va har bir juftlik kamida 100 yil bilan ajralib turadi. Birinchi tranzit 1631 va 1639-yillarda kuzatilgan. Keyin 1761 va 1769-yillarda. Keyin esa 1874 va 1882-yillarda kuzatilgan. Agar biror kishi sayyoraga tashrif buyurgan bo'lsa, u doimo sayyoramiz osmonni qoplagan zich bulutlar tufayli